Avrupadamda, Shimoliy Avrupadamda shunda bir davlatlarda yashaydigan, bizchiga qiladigan ba'zi bir odamlar shu yoqninki madaniyat, imtiyoz, yemek içmek shunda bir narsalarni mag'rurlangan, bag'irlangan holda, g'urur to'ygan holda işte maqtab so'zlab ketadi. Hem ba'zilari mashaqninki ba'zi bir shu nimalarni masalan sizlarni mushta qilsanglar bo'g'idek, masalan manda tomoqlarni manda o'zgartirish kerak ekan, manda uylarni manda salsanglar bo'g'idek ekan, u deb shunda bir gap so'zlarni qo'ydigan, lekin nurg'unligi ba'zilar bor. Ishel mashinalarda katta dachilarda turib kiberlik gap so'zlarni qo'ydiganlar bor. Eskertib qo'yishlarni ko'ramaganlik va yoki u bu emas, bizning kunimiz sizlardan necha ming his yaxshi. Odatda turmush kechirib yurgan bo'lsak, sizlarning kuninglardan necha ming his yaxshi bizning kunimiz yo'q, hayotdalarniki. Shuni oldin ola deb qo'yay. Ba'zilar ular deysizlar ekan, "Amaya qandaq, mandaq biz ham ega sayatga mangduq, mega sayatga mangduq" deb bir xil damlatgandek moya oldu. Qanday bo'lsa ish qilib. Mening bu gaplarni deb deyishimga sabab, gapirishimga sabab shundoqlarga bir gap so'zlarni qilib qo'yay. Ba'zilar gap so'zlardan sal ketib qolib, endi bizning oyoqqa kelansa ko'z kelmaganda gap so'zlarni qilib qo'ydi. Sizlar shoxlarninki nimalarni, hammasini maqtaysizlar, nimalarni masalan imtiyozlarni. Bizning oyoqdagi imtiyozlar sizlarning ish tushidagi hargiz kam emas. Bu bir. Ondan shundan bir maqtab chiqib ketishlarga bir yerlarni, shundan bir maqtab ketishlarga bir chiqib chiqishlarni odamlar manda yashash kerak, bu degandek gap so'zlarni shunday qilib ketishlar. Mening deb qo'ydigan gapim shu sizlarga, eshitdiklarga. Biz har holda ba'zilarga o'xshash ota-onamizni qoqishib, ota-onamizning qo'g'ishini elib, urug' tuqqanimizni qoqishib, urug' tuqqanimizning qo'g'ishini elib, xalqimizni qoqishib, xalqimizning qo'g'ishini elib qilmadik. Ba'zilarga o'xshashchi. Har holda oddiy bo'lsa-mu, shunda yaxshi turmushlarni kechirib ketyapmiz. Sizlarga ashaqlarda bir bola tug'ilsa 100 ming yevroni bekatli berib, bekatalat qilib ketadigan, tayyor pul hisoblab yurishlar ekan. Endi bizning moyoq modellarningki odamlari shunchalik emgakchan, tirishchan xalq bo'lganligi uchun hukumatimiz qo'llab, o'zimizsiz qarzlarni beryapti. Sizlarga o'xshash tayyor dojlarni bermisimi, o'zi uy qilib, o'zi xaloyin sevasim deb jumindalik yerlarni beryapti. Dehqonlarni yo'lab, yashanganlarga qarab, yoshlarni o'qitib, haqsiz qilyapti. Sizlarning u yoqdagilar bilan qiyinchilik deymiz, qilish kuchiligi yo'q. Ondan bir gap bor Uyg'urlarda. Sen nima? O'zgining yurtida sulton bo'lguncha, o'z yurtingda ulton bo'l deb. Mayli, endi sizlar u yoqda nima 8 kulchik va dachilar deyapsizlar. 3 zirkovni 100 yevroga ip yemisizlar. Neydi soyulgani inanmagan go'shtlarni belgilarda tilib qilib yemisizlar. Nimalar qilmasa, u ashaq, bu yoq. Bizningki mana yurtimiz har jihatdan yaxshi. Nima degan bilan sizlar bilan farqlanib turadigan yerimiz shuki, biz o'zimizning yurtida, o'zimizning vatanida, o'zimizning tuproqida dastlab yashayapmiz. Ota-onamizning quchog'ida, xalqimizning orasida, tilimizni tushunadigan xalqimizning orasida mayli qandoq sharoitda bo'laylik. Oxirgacha xalqimiz bilan mana o'zimizning millati bilan 56 millat bilan teng barobar shunda olg'a ilgirlab yaxshi qilib ketyapmiz. Sharqiy Yevropa